Davlatimizda yaratib bergan imkoniyati bo'yicha siz hozir sug'urta fondi tomonidan operatsiya bo'ldingiz. Albatta. Shunday. Agar siz bu narsani o'zingizni cho'ntagingizdan sarflaganingizda 70 million kamida pulingiz ketardi. Mana yaratib bergan imkoniyatdan to'g'ri foydalanib, sizda amaliyotingiz bunday olganda deyarli bepulga tushdi. Albatta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Mana operatsiya o'tkazganingizga necha kun bo'ldi? 10 kunlar bo'ldi. 10 kun bo'ldi. Operatsiyadan oldin holatingiz qanday edi? Operatsiyadan oldin holatim yaxshi emas. Shu og'riqlar bor edi, nafas qisishlar bor edi. Yurishda haligi qiynalardim-da. Nafasim qisib, keyin o'tirib, 5-10 minut o'tirib, keyin nafas joyiga tushgandan keyin yana yurib, sekin-sekin dam olib kelardim. Mana shu yerga kelganlarda ham dam olib keldim, mana bansiga kelganda ham. Kuyishib qolarmidi mana yoqlaringiz? Shu yerim kuyishib qolar, o'ng tarafi mana. Birinchi marta infarkt qachon o'tkazgandingiz? Birinchi infarkt edi, mana shu yil o'tkazdim-da. Infarkt bo'libsiz debdi, tekshirtirgan. Mana sizda sahar kasalligi ham bor, ha? Ikkinchi turdagisi. Ikkinchi turdagi. Tomirlari juda yomon ahvolda, ham saharingiz baland yuradi, boshqa bo'ladi. O'sha saharda ta'sirida sizda tomirlaringiz shu darajaga kelib qolganda. Mana operatsiyadan keyingi ahvolingiz qanday bo'ldi endi? Operatsiyadan keyingi ahvolim yaxshi, Xudoga shukr. Dam qisish yo'q. Nima saharim ham yaxshi hozir. Mana yurib kelyapsizmi? Yurib kelyapman. Yurgan payti nafas siqish oldingiday o'zi yo'qmi? Yo'q. Hozir ancha yaxshimi? Yaxshi ancha. Oldin ovqat yeganingizda ham bo'lib qolarmidi? Ovqat yeganda ham haligi holsizlari bunda charchaganda bo'lib qolardingiz-da. Charchaganda bo'lib qolardi, keyin dam olib ovqatni ham yerdik. Shu haligi vaqtida tekshirtirganimga infarkt bo'lgan ekansiz dedi. Mana siz ham pensiyadasiz, ham o'sha saharingiz bo'yicha gruppada ham turasiz, ha? Gruppaga ham turaman, ha. Davlatimizda yaratib bergan imkoniyati bo'yicha siz hozir sug'urta fondi tomonidan operatsiya bo'ldingiz. Albatta. Shunday. Agar siz bu narsani o'zingizni cho'ntagingizdan sarflaganingizda 70 million kamida pulingiz ketardi. Mana yaratib bergan imkoniyatdan to'g'ri foydalanib, sizda amaliyotingiz bunday olganda deyarli bepulga tushdi. Albatta. Mana shu imkoniyat oldin yo'q edi-da. Oldin yo'q edi. Prezidentimizga rahmat. Mana shu bankani ochib berdi. Odamlar qiynalib yurardi, Toshkentga boradi, boshqa joyga boradi, Samarqand deb. Hali siz aytganingizdek boyaga mablag' yo'q, boshqa mana shu prezidentimiz shuncha ochib berdi, mana odamlarga yengillik qildi xalqqa. Mana sizlar xizmat qilyapsizlar. Hamma narsani qo'yib joy-joyiga, dori-darmoni, boshqasi hammasi mana davlat hisobidan bo'lyapti. Sizlar mana xizmat qilib yursizlar, yil mana. Yaxshi qaryaptimi qizlar? Yaxshi qaryapti. Qizlarga gap yo'q, hammasi yaxshi. Qand kasalligi bo'yicha ham davolanib yurasiz, boshqa qilasiz. Misol 5 yil, 10 yil oldingi tibbiyot bilan hozirgi tibbiyot farqi bormi? Farqi bor ancha. U vaqtda endi yotishga ham qiynalardi odamlar. Bunchalik sharoit ham bo'lmagan. Sharoit ham bo'lmagan. Mana hozir sug'urta bo'lgandan beri yaxshi. Odamlar endi yengillik bo'lib qoldi-da odamlarga. Mana o'zingiz mana tibbiyot sohasida tibbiyot xodimi bo'lib ishlamagan bo'lsangiz ham, lekin mana shu tizimga aralashib yurgan kishisiz-da. Ana shu tizimga aralashib yurgan bo'lsangiz ham, lekin siz yotishda, boshqada davolanishda imtiyozga ega bo'lmagansiz. Ega bo'lmagan. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin mana hozir tizim o'zgaryapti. Kim ishlasa, kim shu davlatga hissa qo'shgan bo'lsa, hammasi davolanishga, imtiyoz olishga huquqiga ega bo'lyapti-da. Oldin bunday narsa bo'lmagan-da. Endi kelib operatsiya bo'lishi kerak bo'lgan bemorlar yoki bizga hali ham ishonmayotgan insonlar, yani nima tavsiya berasiz? Nima ko'rsatma berasiz? Nima qanaqangi bir o'zingizning fikringiz, o'zingizning gaplaringiz bor? Endi mana shu menga o'xshab kasal bo'lib qolgan, meni tavsiyam shu yerga kelib
mana davolanib sizlar bilan maslahatlashib, mana doktorlar bilan endi oldin Toshkentga boraman, boshqa joyga boraman deb viloyatlarga sarson bo'lib yuradida. Mana hozir o'zimizda ochildi. Men aytmoqchiman shu xalqimizga kelib mana shu yerga davolaningizlar. Shu yerda yaqin, uyingizni oldida, bola chaqangizni oldida bemalol mana doktorlarimiz sizlarga yo'l yo'riq ko'rsatadi, yordam qiladi, yotqizadi, davolashadi. Mana Xudoga ming qadar shukr, mana bu yoqda operatsiya qilib, hozir yaxshiman. O'zimni yaxshi his qilyapman. Turish, yurishim, nafas olish hammasi yaxshi. Xudoga ming qadar shukr. Allohim o'zi qo'llasinlar sizlarni ishlaringizga rivoj, omad tilayman. Sog' bo'lingizlar. Rahmat. Operatsiyadan oldin qandaydir bir ozgina bo'lsa ham ishonchsizlik bormidi, yo'qmidi? To'g'risini ayting faqat. Yo'q. Men o'zim shunday bo'lib qoldim, men aytdim. Endi boray shu yerda ochilgan ekan. Oldinlar Toshkentga borish kerak. Ya Samarqand, Qashqadaryo dedi. Men aytdim, nahotki bu yoqqa borishimiz kerak. Keyin bu yoq ochildi deganga bir ikki kishidan eshitdim. Yaxshi dedi. Masalan, siz aytdi shu kishi vrach kelgan shahardan dedi, yaxshi dedi. Tavsiya qildi, keyin o'zingizni oldingizga keldim. Chunki nima uchun bu narsani aytyapman? Odam o'zidan o'zi meni operatsiya qiling, nima bo'lsam bo'ldi deb stolga bermaydi-da. U ming agar mana shu operatsiyani qilmasang bo'lmaydi, o'lasan desa ham, undan ko'ra operatsiya qildirmay o'lganim yaxshiroq deydi-da. To'g'ri. Insonlar. Bu o'zidan o'zi ishonib topshirish, bo'ldi, bu yog'ini peshonamdan ko'raman, bu yog'i Allohdan deyish, bu har doim ham bo'lmaydi-da. O'zimga ishonib keldim sizlar topshirib, meni aytganim savobim. Obzirat boshlig'i shu yerda ochilgan, akada shu yerga Komil Murtazoyev shu yerda qilamiz sizni operatsiya dedi. Toshkentga, Qashqadaryoga, qayerga yurmang dedi. Shu yerda mutaxassislarimiz bor dedi, sizni aytdi. Shunga keyin uchrashib, nima qilib gaplashib dedi, keyin keldi oldimizga uchrashib. Komil Murtazoyev juda ham bir yaxshi insonda. Albatta yaxshi inson. Mana shu Surxondaryoda kardioxirurgiyani rivojlanishi, umuman kardiologiyani rivojlanishi uchun kecha kunduz harakat qilyapti. Endi davlatimiz qilib beradi, qachonki kimdir o'sha narsani so'rasa. Bitta gap bor-ku, qachonki bola yig'lasa, ona sut beradi deydi-ku. Mana shu kimdir so'rash kerak, o'sha narsa bu yerda tashkil bo'lishi uchun. O'sha mana bu yerda angiograf apparat keldi. Mana bunaqa sharoit bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Endi kimdir mana shu narsani qilaylik demasa, o'zidan o'zi bu narsa bo'lib qolmaydi. To'g'ri. To'g'rimi? Shuncha narsani qilishga, boshqa qilishga mana hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshi. Bundan ham rivojlansin ishlarimiz. Albatta. Shu. Xalq ham qiynalmasin. Xalq ham qiynalmasin. Yaxshi. Shuncha hozir shuncha kishi kelib yuribdi, mana koronagraf qilyapti, mana yuragini operatsiya qildiryapti. Yaxshi, Xudoga shukr. 15 kun bo'libdi. 15 kun bo'libdi. Shuncha odam bilan suhbat qilyapsiz, boshqa qilyapsiz. Bironta bir yomon oddiy eshitdingizmi? Yo'q. Eshitganim yo'q. Hammasi yaxshi. Bironta bo'lmaydi ekan bular degani yo'q hali. Eshitganim yo'q, yaxshi dedi. Endi hamma o'zini nimasiga qarab hali qilyapti, bir xil. Boya siz aytganda o'zingiz keldingizmi yo birov tavsiya qildimi degan, men o'zim keldim. Chunki ishondim, menga ertaga sog'lik kerak, salomatlik kerak. Shunday. Bolalarim, bola chaqani yerlarim bor, bularda bir nima deydi, huzurini ko'rishim kerak-da. Shunday. Xudo xohlasa o'shalarni to'yini ko'rib, baxt kamolini ko'rish nasib qilsin. Rahmat. Duo qiling bo'lmasa. Ha, iloh amin. Sog'lik, salomatlik teshik bo'lsin. Ishlaringizga rivoj. Sog' salomatda o'ynab kulib ishlab yuringizlar. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, Xudoning o'zi panohida asrasin. Nima niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringizga erishinglar. Shu kasallar ham shu oldingizga kelib, eson-omon, sog'-salomat tuzalib, bola chaqasini oldiga borsin. Amin. Amin. Allohu akbar. Xudojon o'zingiz. Amin. Allohu akbar. Mayli. Charchamang. Charchamang sizlar. Hop. Mayli.